Xo'sh, o'rtoqlar, bir arenaga kuchimizni ko'raylikchi. Qani nima deydi? Ana boshladik, xudo xohlasa. Marjaga o'ynasak 24 ga o'ynab qo'yamiz qani. Mayli. Mana boshladik. Bu kishi zo'rlar. Ketdik, go. Mana cheers granata mana ahvol. Chippa o'taygan kamjonni. O, zo'rlar. Prolaska. Hozir gaplashamiz sandan qarab tur. Ketdik, go. O'rta qolyapmiz. O'ynamasa bo'lmaydi. Biz boshladik. Ammo qizga nima bor ekan? Tekshiruvchilarimiz ko'rchi bizadi botcha. Qanaqa bo'lar ekan? Shu sakraydilar-ku. Havayam ko'tarib kelgan asabni o'zi. Qani bu endi? O'ldirib qo'yishdi mana uni. O, qochib ketdi. Ikkita hit yuborlik. Yana granata deb. Bilin. Pik qo'yibdilar bu kishi. Juda boshqacha bo'ladi, juda kelisholmaymiz. Lekin o'rninga, yana shumi? O'rninga olib chiqdim masjidga. Qaranglar o'rtoqlar. Yana teng. Men o'rganib qolganman. Arenaga birga sanga emas, pratishka. Bo'layotgan. Arenada o'rganib qolganman men. 40 shiriylar hisobga yutqizaman, qancha yaxshi ursam. Voy bu. Bo'lakay zo'rki. Tahir mazzami? Ol buni. Botcha. Hali sen bilan birga bir o'yindan bo'lar, gaplashamiz. Kutishini qaranglar mana. Qizlar ham ayashuv, o'g'il ikkita hit beramiz, tamom bo'lar. Tochni yurak ko'rdi mana shu bola bor. Shit. Короче, bo'lmaydi, kelisholmaydi. Bunisi ham qochib ketdi axiycha. Bunisi ham akem bilan yordam beryapti. Boshlandi o'zi orqaga siqmasdan. Uni qaranglar, olib kelgan arizasi. Timbol akem kuchli-da. O'zini oldilar. Ikkita o'q bersa o'zi jon qolmaydi-ku. Sopga ham ortga qolib ketdik. 12 ta o'ldirdim. Yani qancha o'ldirib berishim kerak? 3 ta biz ekanmiz. 15 ta o'ldirib berishim kerak. Ketdik. Uxti. Bu mana 13-si. Yana ikkita o'ldirishim kerak.
14. Mana 15-si o'rtoqlar mana men. Yo, kam jonni otish mazzami. Yana qanaqa aybim bor YouTube'ga mana bilmadim. Pastdan shunaqa monsterlar ko'payib ketdi, deymi? Yomon otib qo'yishadi. Mana 16-kelimiz o'rtoqlar. Bujon bilan risk qilish xato ekan. Uxti. Aytdim-ku, bujonda xato. Team boli yumpi olgan qo'liga. Yana bironta kill qilsak yaxshi bo'lardi. 16 kill bilan qo'p ketamiz bu ketishga. Bu ham qo'shib ketdi. Mash mustur pastdan paydo bo'laverganda. Hozir gaplashamiz ham bilan qarab. Ajinadinga. Endi druzyani olsa bo'ldi bu. Albatta birga bir o'yin bo'ladi. Azizlar, 23 ta o'ldiribdi. Yaxshi, ketdik go mana. Druzyamizni oldi. Gaplashib oldik. Birga bir go tomosha qilinglar. Bundan boshqacha gaplashamiz hozir. Chota uylar boshqacha. Tayyorgarlik boshladik. Kontentni bizda mana shunisiga asabimiz bo'lyapti. Qaranglar 24 ga o'ynalayotgan. Kontentni bizda endi ana shu uchun javob beradi bu hozir. Kontentni bizda. Granatak shotlarni endi ko'ramiz qani. Qanaqa urar ekan. Turishlar boshqacha-ku, bitashilar. Yomon emas. Ya addiga javob berar kontentni bizga. Ketdik go. O'rtoqlar. Tedem set kiymamiz. Gap bo'laveradi shunisi ham. Yaxshi. Rosh bitta hit. Olikda hitdi. Bot. Hali ancha o'ynashingga biz ham. Mana ahvol qara. Bu granata kelayotgan odam joyidan qo'zg'amay qoldi o'sha. Ana shunaqa bo'ladi, o'ylash. Javob berish ham bor, shuning uchun yemoqni qismog'i ham bor. Shuna qochadigan shuna uzoqdan turib. Birinchichani yo'q. O'tirishini qaranglar, qanaqacham push qilib. O yaxshi-ku. Xo'sh. O Q-ni o'ldirdi. O'ynashni biladim o'zi. Arenada juda zo'r edi. Bu kishi bo'ldi endi boshladilar. Boshdi. Voy, Misr tipaga chiqib olgan ekan, men pastdan kutgandim. Yaxshi bo'ldi shunaqasi. Хорош. 2-1. Uxti, yaxshi. Endi men senga o'rgataman pik qilishni. Uxti, cho'chalayish nima deyapti? Scott uchuv. Maza qilaman ishoninglar, hamma qiladi. Qo'limga o'tkirib, o'tib olib turib, chaqirishga. Yaxshi, comeback'ga qarab ketyapti bola.
Rosh. Reloading. Cover me. Reloading. Yep. Bu kishim yomonlar-ku. Yomonmas. Ajoyib. Уже bola ana qadar уже shot berib qo'ydi yana. Comeback yaqinida. Cover me. Qattiq yo'lladi. Reloading. Yomon emas. Rosh. Bishoch. Endi nima qilish kerak? Buni asabiga o'ynash kerak, o'rtoqlar, qaranglar, asabiga o'ynash kerak. Endi aylantiramiz buni. Cover me. Asabini buzish kerak. Reloading. Asabini buzish kerak buni. Ikkita yubordi. Xarosh. Cover me. Shu 6-3-2 deb bo'lyapti. Reaksiya kutamiz. 7 shot bolalar o'ynashni biladi o'zi. Nima balo bo'lyapti bunga? Reloading. Urgan kelish kerak. Arenaga вообще o'ziga yo'q edi-ku. Qani? Bu Reloading. kebochcha. Majbursan shunga yutqizyapsan. Spree for the blue team. Ana bunaqa headshotlar yegandan keyin 8-3. Yana bitta shot berishsa, o'sha 3 ga dedi o'rtoqlar, qaranglar. Sizlar yana kutib o'ynayapti. Mena taktika bu. Hisobga olingan o'tgandan keyin hamma ham kutib o'ynaydi. Turnirga ham shunaqa boshqa. Reloading. Blue team. Atishganni qaranglar, ota olmadim shuni. Tayyor shot 2ga tushib qoldik. Cover me. O'ynaymiz. Ular qayerda bo'lsa endi? Xutti headshot qara. Endi ham push qilmasak bo'lmaydi, push qilmasak. Ikkita headshot va hisob 9-4. O'ynashni biladim o'zi bu. Granatalarni yomon o'tkazdi-ku. Cover me. Reloading. Cover me. Kiymaydiganmi deyman bu botinni. Yaxshi. Lekin atak 6 bor o'yin chiqaraylar. Normalda o'yin 6 bor ekan. To'g'ri, asabimizni buzgan bo'lishi mumkin. Kontentimizni buzgandir. Reloading. Balki granat tashin, lekin 6 bor, normal. Cover me. Yaxshi, bu kishi o'ynashni boshladi. Reloading. Voy bilan o'rtadan otib qo'ydi. Ashnaqa atishibga qilmaylar-da, sizlar atishibga qo'ydinglar. Ulashyaptilar va headshotda. Yaxshi, comebackga qarab ketyapti. Qattiq o'yin, qattiq. Maqsadim ko'proq olish kerak. Bu qochdi bu o'rtoqlar. Buni o'ldirishimiz kerak. Qochyapti. Joni to'ldi o'zi. Boshqadan boshlaymiz. Noldan. Reloading. Xo'p, yo'q deganman. Xo'sh. Mana 10-shotimiz ham 16. O'yin qanaqa bo'lyapti? Qaranglar, zerikarlamasga qattiq o'yin bo'lyapti, to'g'rimi? Cover me. Atak bomba kontent bo'lyapti. Bu kontentni biz zamonda ajoyib kontent yaratishimizga yordam berib bo'ladi. Xo'sh. Harrosh 11-6. Yana bitta shot o'zi 2 ga qaraylar. Reloading. Qoldi. Harrosh o'ynaymiz dalshi. Cover me. Ko'p kutish yaramaydi bu o'yinga. Harrosh.
yomon qilar ekan bor. Men boshlagan birinchi. Reloading. 11-7 o'rtoqlar qarang. Cover me. Yomon opti bor. Ajoyib. Endi buni sal hushyorlik bilan o'ynamasak, qo'l chatoq. Reloading. Tipalagan nima qiladi bu bola? Voy, yonma-yo. 3 ta shot qolyapti o'rtoqlar. Shu bola yetib oladimi nima deysalar? Cover me. 8-11. Yomon o'ynayapti lekin. Uxde. Bunisi endi. Yomon comeback bo'ladimi deyman. Opti bor o'yinchi ekan. Ko'pchilik bu vaqtda odatda shotga harakat qilsa qaltiraydi. Atak yomon emas. 12-9. Xarosh. Hop, davom etamiz. Biz yutishimiz kerak. Asabimizni buzgan, kontentimizni buzgan. Asab buzgan. Endi ham qiyin shot olishing. 13-9. Yomon o'yin bo'lyapti o'rtoqlar, o'yinni qaranglar. Ozgina orqaga tortilib o'ynasak, hozir shu joyga yaxshi bo'ladi. Xarosh. Endi dalshiga. Yana tegdi. Endi o'ynash kerak. Bu qochadi endi. Buni o'shinishini qaranglar, mana buni qaranglar o'ynashni. Tepaga voy, 13-10. O'zi shot yomon joyga boryapti. Comeback'ga qarab ketyapti. Atak bir shotdan berib qo'ydi. 10-10. Abi shu xo'rlandilar bu kishi. Qo'zganda tan oldi o'rtoqlar qaranglar. Bo'ldi, chiqib ketdi, o'yinimiz tugadi. 10-10 shot. Mana bu yoqqa qarasanglar, mana anaqa Druziyani ololmay qoladi endi. Mana karillagan latta ahvoli. Bo'ldi, всё. Bu ololmaydi.